Jo'la mana shu ko'rib turgan taqinchoqlaringiz 4 xil abadok va mana bu abadokni o'zi 150 ming so'm turadi. Mana buni o'zi 150 ming so'm turadi. Shu ikkovini o'zini men 300 ming so'mga sotganman. Lekin sizga shuncha qo'shimcha narsalari bor. Prosta men ko'p iltimoslar kelgani uchun ham shunaqa nabor qilishga qaror qildim. Ham o'sha uyda bor narsalardan qildim. Qaranglar, 3 xil diadema, 4 xil abadok va zebigardon, ziragi bor, 3 xil ziragi bor. Mana toshlari hammasi mana bular Swarovski ishlatilgan. Xullas, mana shuni hammasini 250 ming so'mga olsalaringiz bo'ladi. Bunaqa narxda hech qayerda buncha narsani topa olmaysizlar. Bunaqa sifatlida ola olmaysizlar. Topsalaringiz ham demoqchimanki, bunaqa sifatda ola olmaysizlar. O'zi mana buni o'zi qimmatroq turadi, chunki feruza toshdan ishlatilgan. O'zi bittagina nabor. Agar sizlarga bu yoqsa qilamiz, lekin boshqa